Рахмат sizga. Subhanallah. Поздравляю. Munda. Sen kutlu bir sene yeme. Молодец. Мушlar sen oğa tabi da bizi süydürüyor mu? Yaxşı neticelerine. Bir pattırıştın. Молодец. Neye rahmat, özüne rahmat. Bunlar, hürmetli trenerlar, kelgan qonaqlar, bizning mana 4-11 oktyabr kuni Italiyada Европейский трисомные игры o'tdi. Bo'lib o'zdi deb aytira kerak endi. Bizning rayonimiz sportchisi Leysani biz anda o'ngishlig'iga chiqish yasadi. Ul личный разрядda bronza medalga ega bo'ldi. Komandный razryadda kumush medalga ega bo'ldi. Bugun endi mana ana qarshilov tantanasına bir turkum delegatsiya bilan keldik. Aysan shunday o'ngishlar bilan qaytganlar. Молодец. Rayonimizning tanilgan sportsmeni. O bizim ko'p yarışlarga yeri, Yevropada ko'p yeri ul hazırıyım. Leysanning tajribasi da zo'r. Endi mana shu sportsmenlar arasında ilimizni donin yoqlab, shu yarışda yaxshi o'rinlar olganing bilan aytib ketdilar. Bir boqqar, bir kumush medal olgansan. Şuna ko'ra biz sening uchun ko'ngillaysan, tabrik etamiz. Rahmat senga, aniyingga, sening do'stlaringga, rahmat treneringga, sening bilan shulay shug'ullanganingiz uchun alga tabada bir oila bo'lib, bir semya bo'lib, shulay trenirovkalarga yurib, bizning ilimiz donini yoqlab, rayonimiz donini yoqlab, alga tabada zo'r o'ngishlar sengayami? Спасибо. Bilan situatsiya bilan azat пострадали. Парный разрядda medal ololmay qoldik, chunki bizni допускать etmadilar. Bek og'ir situatsiyada da bo'ldik. Lekin ona qaramasdan biz jengib chiqdik. Fransuz sportsmenin alargil piyedestalda bo'lgan Xitoy sportsmenlari kabi sadece bizning подвинул китайцы, Leysan Fransuzlar. Fransuz finalga уже полуфиналда 2-2 boshda Leysan olib ketdi 1-0 bilan. Ondan so'ng 1-1 tegizlashdilar. Frison Камилла degan bek titulованная французская спортсменка. Год спустя Алабес. Самая лучшая в мире и в Европе у qiz. Aybetlab olib keldi degan. Растерялась в чем? Ikiga olib boraylik, qishqira boshladilar. Где-то 40 человек присели тренеры и начали давить психологически. Leysan bizdan bek tinchlikqa aylangan, shunga ko'ra u boshini tutib, уже растерялась. Ozgina qolmadi, но biz hozir 2022 yilning iyunida Chexiya chempionat miriga положение berdilar bizdan. Biz shunda fransuzlarni jingirga degan motivatsiya olib qaytdik. Nimburg shaharida o'zashaq chempionat miri. Unda 57 yil qatnashacak. 57 stran. Yevropa miri. Leysanning shanslari ko'p. Men endi shuni aytasim kelar. Bek rahmat trenerlarimizga, Farhod Usmonovga, Qayum Farhodovga, Irik Ramazonovga, Gil za поддержку Ministerstva sporti, Tataristonning ministr sportligina, rayon yetakchilarini ham har bir kishi kim bizni поддержал. Bek rahmat aytasimiz kelar. Leysan никого не подвела. Добрый путь. Добрый 22 года на чемпионат мира. Добрый путь.